Li i6 ni 1000 kilometr yurgani va eng fuli. Buni ikkita orqa tortadiganlik ham bor ekan. Bu 4 ta ballon tortadiganlik 544 ot kuchi 4,5 sekund 0 dan 100 gacha chiqadigan eng fuli. Michelin ballonlarda bo'lar ekan mana shunaqa eng fuli va orqada mana shunaqa monitorlargacha bo'lar ekan mana katta monitori. Lini saloniga juda ham o'xshash ekan. Li bo'lgandan keyin o'xshash bo'ladi deysiz, to'g'ri. Lekin bu Lini gibrid emas, elektromobil. Lekin juda ham chiroyli ekan, qarang. Takoy X6 bor-ku, o'shanga ham o'xshatardim menga. Mashina atiga absolutno 1000 kilometr yurgan va yangi mashina. 1000 yangi hisoblanadi. Ikkita polniy bak zapravka degandek gapda. Srochniga 51 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Buni yengisi 55,5 mingdan oshiqroq. Aynan mana shu eng fulini. Prostoy emas, prostoy bilan adashtirib qo'ymayman. Prostoylari taxminan 51 mingga sotiladi. Bu